deyaptim. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. O'z hayotimda yo'q o'zimiz aka-ukalar. Bugungi kunda Xudo xolasa 11-fevral, 11-fevral. Latifov Oyatullo akamga o'zimiz mahalladan ekan, Mahmudga 6000 dollardan kam yo'q degan mashinani 700 dollarga beryapmiz. Mahmudga sog'liq qilyapmiz. Hech kim majbur qilmasak, hozir uzoqchilik olyapmiz. Eshitgan shu mashinalar 5-10 million dollarga omadlar. Alolik bo'lsa-ki, yaxshi kunimiz bor malaka. Endi 544 DB partiyaning mashinalari 5700 ga beryapmiz. Hech kim majbur qilmayapti. Aka Qozog'istonga aka-ukalarim bor, shunda Davronbek do'stim, sizni haligina ismlaringizni eshitib bir qarashdim. Qozog'istonda aka-ukalarga hammasiga salomimizni yetkazib berasiz. Yaxshi aka-ukalarga. Pulli bo'lsa aka yaxshi kunga mening majbur qilmayapti. Hammasi haqiqat ekan. Like patishgani bossinmi? Bossin. Dadadadan sport tayyorlashyo deb bosamiz akalar. Hammaga omad. Tashna qilib mashinalarga administratsiyasi yo'q, toza deb keling. Tozaga. Bor baraka. Hammaga pulli bo'lsin. Darish mashinalarini tanishtirib ketamiz. Kimga qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa bismillah deb. Bu qoraymi deydigan, jentlami qanaqasi bo'ladigan bo'lsa, avvalambor chet eldagi, Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi, Yevropadagi, Amerikada, Braziliyada, Isroilda, u yerdan bu yerdan deb dadadan qilib yozgan Rossiyani. Masa qiyin joydan kecha o'qidim. Qiyin joydan chekina pul yozib qo'yib, sizga ham alohida salom aka Rossiyan. Sizdan o'qitdingmi degan joy. Ha? Ashna qilib assalomu alaykum. Yo'q, naqlar umuman yer bilan bitta qo'yadi ha. Hali nima deydi? Apristi beti bo'lmaydi, asfalt kar qolmaydi deganda unaqa emas. Ratatadan. Bir akalar, narxlarga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, oliy to'lovlari ham juda ham arzon chiqyapti. Mashinamizlar ham 2 million 400 ming so'mdan 200 dollardan oliy to'lov. 2 million 900 ming, 3 million 100 ming degan narsa yo'q akalar. Bosh to'lov ham bekarga chiqyapti. Hamma yo'q. Ko'rib pullarni puliga berib olyapti. Yana aytayotibki, ishonarli odamlar olinglar akalar, u Toshkent u yerdan bu yerdan hammasi mendan keyin chiqqan. Yolg'on gapiryapman. Liderimi boshqa Qashqa Libox tashab, hammasi tashab oxir mashiga keldi, hammasini dokumentini o'ziga hammasini chiroyli qilib beryapman ekan. Xursand bo'lib, ashunga yarasha yozib beringlar, dadadadan qilib beringlar. Xudo xolasa, ertamanda Xudo xolasa saharlikka hamma kutkalar oshga kelinglar. Nima qilyapsiz? To'y ertaga. Birinchi o'rinda eng haligina lyuks messalar alohida qilib qo'ygan. Farg'onalik aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, dadadan ertaman saharlikka qani ko'rishaylik. Qani aka-ukalarni salomlashmasin. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. To'lqin aka mana bugun chiroyli holatda video obzorlar boshlayapmiz. Iloji boricha bugun arzon qilib qo'ygan. Albatta, ertalab saharlik bomdoddan keyin. Ha, bomdoddan keyin birgalikda mashina olmasam ham to'ppa mashina yeb ketaman degan Farg'ona Quva Marg'ilon bo'lsa, ertalab ertaga siz olmaymiz kelaverasiz. Ertaga like patishgan bosib turamiz. Aka bitta ma'zur tushuntirib bering. Birinchi o'rinda ma'zur. Lakasa so'rayotgan aka-ukalarga lakasalarimiz Andijonda Baxtdan so'siz desa ham bo'laveradi. Undan tashqari mana Yangi O'zbekiston Milliy Yevropa taomlari deb yozsa ham sizlar aligina nima deydi? Anaqadan chiqaradi. Ali, asliga Yandexdan ham chiqaradi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa Yandexga yozsa ham, hech kimdan so'ramasdan mashinada keladigan aka-ukalarimga 100 dollar undan tashqari bonus bo'ladi. Bormi? Ha, telefon qilasizlar, mashinada kelib. Akasi so'ramay, mashinalarni ko'rib, bittada hali Baxtdan so'z deb turib alohida 100 dollar bir haftada kelaman deganlar bonus qildirib. Bu hozircha hamsi avtoabzorga bittadan like tasdiqlar bosib qo'ylar. Sababi bu hozircha ham 5 yil 6 yil olib ketdi. Yine boshqasini hali mashinalarini tanishtirib, reklama qiladigan hozircha emas. Ishongani uchun постоянно mashinaga bitta mashinalarni reklama qiladi akalar. Hali gapni ko'paytirib olish kerak. Joydan chiqsa atga so'radi u. Chunki raqobat qilish kerak. Yo'q, faqat to'lqin aka boshqa joyda o'zinglar bilinglar akalar, hal qilsa bo'ldi. Ashunga yarasha haligini to'ylar muborak deb yozib ketinglar bittadan. Qani to'ylar muborak aka? Kommentariy yozib. Ha, kommentariy. To'ylar muborak, bitta to'ylar muborak beraylik ertaga kunga ham, bugun kunga ham. Xudo xolasa. Aytib ketoraylik, Jiguli 007 ma'qul olaylik. Beramizmi ba'zi?
Bol qo'yasa ham olaman. Gaz solishadigan kishi bo'lsa ham o'zimizga yoshga da deb gapirib, deydigan bo'lsa ham olaman. Ol qo'ya oladigan bo'lsa ham ko'rib, kelib, olasizlar, olib kelsanglar ham olaman. Muammosi yo'q. Qani bismillah deb mashinalarni olaman. Hech huquq qo'raymi deydigan 1700 dollarga nomiga nomer pasport hamma yo'q ichida. Yili 23-yil yurgan probeg 20 ming yangi mashina oladigan yangisida 916 20 ming yuribdi. 800 ming, 600 ming, 500 ming yurgandan emas akalar. 20 ming yurgan qiziqalik. Patsonlar qanaqa mashina? 916 davlat raqamda akalar. ABS lyuklarigacha bor ekan. Chunki bular 2700 ga 2400 ga chiqayotgan 1700 dollar. Haq mazaqsin. 1 so'm foydasi yo'q, haq. 1700 dollarga bo'ldi. Onaxon bilan keladiganimizni avtogol qo'yaraman. Muammosi 100 so'm onaxonga. Ertaga bayram aka bir kubeloni 100 so'm chiqarib beraverasiz. 1,5 mingga chiqdi. Shuni so'rayman dedim, mayli 1,5 ming qo'ysiz aka mayli. Bo'ladi. Nomiga nomer pasport ham yo'q. Farg'ona hali ajratish yo'q. Jizzax, Samarqand, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo, boshqa daryolardan bemalol dadadan kutyapman akalar. Bir chetdan keladiganlarni kutyapman, boshqa mahalladan keladiganlar. Qani bu danazimiz sotildi, bunisini 3300 dollarga qo'yib, 2013-yil 3000 ga qo'yib beraveramiz, dokumentini ham ishlab beraveramiz. Eshitdim, davlat raqamlarini tezda ko'rib dadadan live atishgan to'xtatmaymiz akalar. Bunisi bo'ladigan 2018-yil ishlab chiqargan 5500 ga qo'yib, 4800 dollarga hojaki tushunyapsizmi nima ekan? 4800 ga dokumentini qilib beraman. Dokumentini qilib beramiz, 962 o'tkazib beriladigan. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 1400 dollarga chiqyapti, oylik to'lov bo'ladigan bo'lsa 2,4 mingdan chiqib, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 1100 dollarga ham qo'yib beraman. 1100 dollar, 170 davlat raqamda akalar. Dunyo keldimi, hammaning yana 90 kirdim. To'ymadim degan tiraga deydigan kerak. Kraskasi yo'q, toza Amerikanki, haligacha navrot, shumka, hamma yo'q bor, gaz, suv, svetigacha bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni eng qiziqarli joyi Hamkor bankdan. Hamkor bankdan tayyor. 2,4 ming so'mdan. Bu tayyormi bu? 2,4 ming so'mdan. Qancha qoldi oshni? 93 million. Oy, ne? 43 oy qoldi. 2,4 ming so'mdan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kraska umuman yo'q. Tosh tekkan joyi ham yurgan probegi nechidi? 100 ming probegi 100 mingga borgan 99 ming 100 ming deb qo'yadi. Hop, necha pul beramiz endi boshqa? Ertaga kunga bo'ladigan uni 8,5 ming edi. Uni 7,700 ga qo'yarayim. 7,5 mingga qilib beraman. Uni aql qo'la oling deganingizdan keyin 7,5 mingga qilib beraman. Ko'jonim, tushundingizmi? 7,5 xalq mazaqsin 1000 dollar. Bo'lmasa aksi kimga qiziq oladiganimiz ko'rib, qiziqib bismillah deb mashinani minib o'z yuram, yurmaydi, qinchi yuram, qing'ir yuram deydi. Shunga minib ko'rib xohlaganingizda test drive qila olasiz. Bo'ldi. Javobga. Uchinchi paytda Amerikan kanali lyuklari bor. 246 ishlab chiqargan toza kraskasi yo'q deb oldik. 2 yildan petno chiqib qoldi, 3700 dollarga dokument ichida. Ichidami? Ichida. 246. Ertaga kimga bo'ladigan 2009-yil ishlab chiqargan petnosi bor mashina. Hop, Buni 3800 dollar qo'yayotgan mashinamiz ertaga kunga 3300 dollar qo'yib beramiz. 2300 dollarga. Bironta bonus qilib bering buni ham. Bormi? 1000 dollarga tayyor dokumentini ichida qilib beraman hujjatga. Hamma yo'q. Ichida qilib beramiz, bo'ldi. 380 bo'ldi. 800 dollarga qilib beraman ertaga. 200 dollar yana olamiz, 800 dollar. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2002-yil ishlab chiqargan 3300 dollar qo'ygan mashinamiz ertaga kunga 2800 dollarga dokumenti ham ichida. Generalisi ham bank transport ham ichida bo'lyapti. Ichida bo'lib ketyapti. 182. Bir maza qilsin deydi-yu. 913. Kraskasi yo'q, umuman toza riboja tekshirtirib oladi. Gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Ertaga kunga bo'lib qalbiylarning rangidan deydi-yu. To'xtab olma, hadovoy motor korobka. Yili 15-yil akalar. Yilini aytib kerak. 15 kraskasi yo'q toza. Buni 5800 dan 5,5 mingga tushdi. Ertaga kunga 5000 ishtirasi yo'q beramiz. 5000 ga. 5000 dollar. 913 davlat raqamda. 610. Bunisini 2010-yil ishlab chiqargan 3,5 mingga qo'ygan mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bitta ukamiz kelib Marg'ilondan olib keldi. Farg'ona viloyatidan Brenddan shu ukamiz keldi, shu ukamizga o'tkazib berish mendan dedim, o'tkazib berish emas endi buni. Bunday qilib beraman, aka. Mashinani ko'ryapsizmi? Atrofdan ishlarni ham olib yurmaydim deydigan mashina. 610 davlat raqam. O'tni yumshoq baloni. Endi hozir ertaga kunga 3,5 mingga 3000 dollarga o'tkazib ham beraman. Nomiga nomer, pasport hamma yo'q ichida. Nomerni taqib berasiz? Nomer. Nomer ham qada beraman. Qara nomer desa qara, 50 desa 50, 60 desa 60, 70 desa 70 qada beraman. Bo'ldi.
Farqotga farqi yo'q. Suv chiqqan joydan qazilyapti, deyapti-yu. Qalay tushunasiz? Hamma yo'q, nomingizda bo'ladi, nomerigacha qilib beradi, 3000 dollarga akalar. 3,5 endi 3000 dollarga qilib beraman. Nomer, pasport hamma yo'q ichida. Menga 2350 dollar qoladi. Egasini dehqonni urutsam, unaqa pulga bermaydi hojatga. Tushunyapsizmi? To'g'ri. Rasxotiga o'zi minus olib ketadi 3000 ga. Bermaydi 2010-chi. Matizda ham puli emas, Jiguli puli bo'lib qoldi. Onalardan tanishib ketaylik, dars ketamiz yana, ha? Bo'laveradi. Matizda aytdik, Lasetti bitta bor ekan o'zi. Ha, Lasetti'miz bunisini 6,5 mingga qo'yayotganmiz, ertaga kunga 5800 dollar generalni ham bank bilan sotamiz. Faqat bir kunga. Bir kunga 600 dollar tushib ketyapti endi. bo'ldi. Sakadiskada. Bugungi narxga ham pul beramiz, bugungi narxni tushirib beryapsiz. Siz qo'yarib dadadadan degansiz. Kelar aka 5800 dollarga barter qilaman deyotgan aka. Endi dakayetni ham ichida qilaman 5800 ga. Bo'ldi. Sakadiskada 4 yumshoq balon 325. 420. 2015 ga 16 bunimiz petnos bor. Buni xolos boshqa joyda yo'q. Qatordan ko'ra qaymoq deydigan aka kerak. 6,5 mingga qo'ydi. Endi unaqa emas. Bugungi 5800 ga generalni ichida. General ichida qilib beramiz, 5800. Like'lar to'xtatmay turamiz. Like'lar qilasiz. Qanaqa bo'lyapti? Instagram, Telegram kanallarimiz. 7700 dollar qo'ydi, 7000 dollarga generalni ichida qilib beraman. General ichida qilib beramiz. 14-chi kraskasi yo'q, toza edi. Bo'sh, shuni salon holatini bitta olaylik. Salon holatlarini olib bitta. Bo'sh. Yurgani Tixor bolik, gazlar qo'ygan, sakadiskalar qo'ygan, 4 yumshoq balonlariga chakalar. Bunisi 2013-yilda ishlab chiqarilgan 6,5 milliard pulga 6,5 mingdan ozgina tushdi iloji bor, tushib bering. 6 mingga tushdik. 6 mingdan endi siz buni deyotganingiz uchun 5800 ga keladi. 5800 ga ham qilmaymiz, 5500 ga qilib beramiz. 5500 dollarga. 5500 dollarga naqd pulga bo'ladiganimiz generalni ichida. Naqd pulga? Bo'ldi. Generalni puli bo'lib qoldi. dokument qilib beriladi 164. 5500 dollarga. Akalar, like'lar bosib turamiz. 5500 dollar dokumentni ham chiqarib beramiz. 582. 2018-yilda ishlab chiqargan, faqat sizlarga qo'yib yumshoq balonlarni ko'rib boshqa qiziqarli zerikarli 18 yil ham akalar. Gaz suvlari bor, polis chiqib qolmasin-ki, polis. Gaz svet hamma yo'q. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bunisi 9300 dollardan pasayib gapirinchi o'zing qancha dedingiz? 9300 dan pasayib ketdi. 9300 dan pasayib ketdi. 9300 bo'lsa men endi ko'p savol olmayman, chunki ziyon olib ketmasa. Mayli 400 dollar so'rayman. Doim 200-300 so'rardi. Unaqa bo'lmaydi. Portlar, like'lar boshqa, like'lar dang. O'z bo'lmasa bitta uringchi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8000 dollarga qilib beramiz. Generalni ham ichida qilib beramiz. 8000 dollar. 8000 dollar. 582. Generalni ichida do'stlar. Sakadiskada 4 yumshoq balon. Tonirovkaga tortilgan ekan, yurgani. Boshdan kelib ham minib ko'raveraman, bir qator test-drive qilib 582 Menga davlat so'rayotgan kukalarga 2020-yilda ishlab chiqarilgan 20 yutganini bildirmaydigan kukalarga 575 davlat raqamlari bilan bunisini 3,5 ming dollarga bank oladiganimiz qilib beraverardi. 2,6 mingdan chiqardi. Ertaga kunga bo'ladiganimiz 2,500 dollarga ham ashi 2,500 ming so'm, 2,600 ming so'mlarni to'lab chiqaradi. Bir ofis summasi 10 ming dollarni 9 ming doziga tushirib beradi. 9 mingga bo'laveram, bo'ldi. 575 9 ming dollar. 20-yilligini bilyapsiz. Mexanika 20 ekan akalar. Yurgani. Komporik hamma narsa qilingan boshda. Tayyor. 405 21-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka kunlik bo'ladigan bo'lsa bunisini shu 10,300 ga qo'yib, ertaga kunga bo'ladi. 10 mingga qo'yasizmi yo 10 mingdan tushib berasizmi? 9700 ga generalni ishlab beradi. Gap yo'q, 10 ming qo'yasizmi dedim, 9700 qilib beramiz a? 9700 ga generalni ishlab beraman. Naqdga. Lekin 1,5 ming dollar beradigan bo'lsa, Endi qarang, tushirayotganda qimmat aytib olmang. Qimmat aytsa, arzon aytsa barib tushiraman. xo'p bo'ladi. Tushirolmay qoldim. Pastayam tushirib ketyapti. Shuni aytib qo'yapman-da. Hoji aka, bank qiladigan kukalarga bo'ladigan bo'lsa 1500 dollarga chiqyapti endi. Oylik to'lov 4 millionga bormaydi. 3 million 900 ming shunaqa. Shu narsani bitta o'rnini aytib qo'yaman. Ko'p joylarda misol blogerlar bo'lsa kelishib oladi, oldin yarim soat maylis qilib,
bu mashinani bitta mancha aytaman, sen uncha aytasan, tortishamiz 200-300 deydi. Bu realniy, Alloh ko'rib turibdi. Hech qanaqa tortishusiz, hech qanaqa mana 10 ta xaridor shu yerga to'plang, ertadan kechgacha tursin, meni chaqiring, hech qanaqa maylis boshqa bo'lmaydi bizda. Kuzatib o'tirsa xohlasin kameraga qo'yish lozim. Bir oy kuzatsin-da. Sababi Allohga guvoh deyapti, unga ancha-muncha odam haliginaqa seskanib ketadigan, постоянно hajini Ka'bani ko'p joylarda haliginaqa xalqqa yetkazib berib, shunaqa joylarda syomka qilib To'g'ri. Haliga 500 aytsa 200 qilib bersan maylimi degan gap bo'lmaydi. Biz kelishib olib unaqa narsa yo'q, haqiqatni gapiryapti, Allohga guvoh deyapti. Men ham Allohga guvohligida gapiraman. Kelishgan joyimiz yo'q, umuman kelishgan o'zi 5-6 yildan beri kelishgan joyimiz yo'q. Yo'q. Keladi dadadan. Tushirib bering. Shu holat. Bozorda holatiga qarab tushuning deyman men. Xalq mazza qilsin bo'ladigan joyga kelyapti akalar. Bu mashinamiz 2025-yil ishlab chiqarilgan. Muqaddam kraskasi yo'q. To'g'ri, etagini bo'ladigan 2008 ga chiqargan, 2000 dollar bo'yicha chiqarganamiz. Aytgan ko'proq ekan 5 million so'mdan olib to'lashyapti. 4 million 900 ming 5 million atrofida. 5 million chiqar. 722 davlat raqamida. Kraskasi yo'q toza. Kraskasi yo'q. Svetlar bor. 25 ga 26. 25 ga 26 ga shuni ham mana salapanlari hali yechilmagan zavod holatda ekan-da. Bayta hollarigacha 15 diska balonlarda yangi o'ziniki zavodskiy ekan. O 811 davlat raqamida. Bo'ladigan bo'lsa, etagini bo'ladigan bo'lsa, bunisini ham shu 10 ming emas 9 ming 100 dollar 9 ming dollar 9 ming deydi 9 ming bir dollar chiqarsa kechagi narsa o'zgaradimi 9 ming dollar qanaqadir 1,5 ming dollar atrofiga chiqaradi. Oliy to'lov 2 million 800 ming 2 million 900 ming atrofiga chiqadi. 2 million 800 2 million 900 atrofiga chiqargan 4 yumshoq balon, yangi balonlar taqib qo'yilgan. Salon holatini har bittasini ko'rsataylik, juda ko'pchilik so'rayapti. Salon holatlarini ham monitorda qo'yilganmi, chiqimpolik qilinganmi endi. 15 balonlar ekan. 9 ming dollar, 811 deb telefon qilaverasizlar. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2024-yil ishlab chiqarilgan mana bu auksion nomerlari bilan kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 12.800 dollar qo'ygan. 12.300 dollar. 12.300. 500 dollar bonusi bo'lsa 12.300 dollar beramiz. Oliy to'lov qanaqadir 4 million 700 ming 4 million 800 ming atrofida chiqadi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2800 toza kraskasi 6800 ga beramiz. Kecha 7400 dollar edi bu ham. 6800 ga beramiz. Generalnisini ham 2 ga beramiz. 2 ga beramiz. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2010-yil ishlab chiqarilgan, qattiqdan ko'ra qaymaydigan kukalar 2010 orqada ketnoslar metan gazlari bilan kraskasi yo'q deb oldik, ketnon chiqib qoldi. Buni 8800 dan 7,5 ming dollarga tushirdik. Generalnis bank kraskasi ichida. Endi unaqa emas, hojatga to'rtta yangi balon olib qo'ydik. Balonlar bor ekan. Bir kunga faqat boy arapasiga 7 ming dollar qo'ygan. 7 ming dollar. O'zi endi so'rayman dedim. Ichim sizda aka. Ichdan qanday o'qiysizmi aka deyman. 6 yillik hamkorlik mana shunday bo'ladi-da aka. O'sha qalblar yaqin deydi-yu. Ha. Qayerda bo'lsangiz ham. Qayerda bo'lsangiz ham qalblar yaqin, to'g'rimi aka? To'g'ri. Bunisini 9,5 ming dollar qo'ygan, 18-yil ishlab chiqargan, etga kunga bo'ladigan bo'lsa 8500 dollarga faqat bir kunga 8500 dollarga naqd pulga. Naqd pulga? Bo'ldi, mana shu salon holatlarini bitta ko'rsataylik. Tandirovkalar tortilgan ekan akalar mana. Mexanika ekan akalar, chiroyli holatda. Xo'p, diskasi bor, amerikanikalar qo'yilgan. 1000 dollarga diska balonlarni shuncha 11 oylik tanlovkamlik hisobnomasi ham bor. Bunisini 1450 dollarga chiqargan bo'lyapti. 5 million qancha oylik to'lov chiqyapti. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bunisini 800 ga chiqarib beramiz. Bunisini 800 ga o'rgan. 800 dollar. Saka diskada 4 yumshoq baloni. Luklar qo'yilgan, salon holatlar, chexol polik. Shunga qilingan ekan, yana tonirovkalar urilgan, 8 diskada 17 diska balonlar qo'yilgan ekan. Amerikan 109 davlat raqami. Deganim 13,5 million narsamiz hozirga narx tushgani uchun hozir 12500 ga to'g'ri. 12500 ga? 1000 dollar tushdi. Ham 800 dollar Ham ga. 800 dollarga o'tib qoldi. Bo'ldi, 110. Bo'ladigan bo'lsa 2017 yil ishlab chiqarilgan toza kraskasi bunisini 10 ming dollarga yetgan mashinamiz ertaga kunga bir kunga faqat 9 ming dollarga beramiz. 9 mingga qilib beramiz, ha? Generalni ham chep beramiz. Toza kraskasi yo'qligini ham aytib ketsam.
Top toza, kraskasi yo'q. Avtomat korobka. Mana lyuklari bor, 3-paysa, avtomat korobka. Zdina, avagere, hop. Chexol poliklar. 4 yumshoq balonda 8. Toza deb oluvdik, toza edi. Rosakanlar Hop. bagaj keling, bagajni ham ko'rsatib qo'ying. Ashaka o'zimiz hali toza deb reklama qilayotganimiz sababi toza edi mashina. Kraskasi yo'q edi, mashinaga petno qildirib qo'ydik. Davlat raqamlarini oling 510 bu qoraymi o'zbekistonda gaz suv svetlari bor, shumkalarigacha bor. Malibu rullari bor, Malibu ballarigacha bor. Mashina qiziqarli, ertaga kunga bo'ladi. 11300 dollardan 11500 dollar, 11300 ashuna qilayotgan mashinamiz ertaga 11 mingga bo'ladimi? Ha? 11 mingga. Yo'q, tushib berasizmi? Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10 mingdan emas, aka. 9 mingdan emas. 9800 emas. 9800 yo'q, faqat bir kunga qo'yib beraman. 9800 ga 10 ming pas. Onu qarang, kapotgacha shunga. Kraskasi toza-da, pashti. Kraskasi toza, bitta o'sha joyda xolos. toza deb olingan toza edi mashina. Biz O'zimiz. petno qilib qo'ydik. Ha, shu yerda bo'lib qoldi Yomon hozir. gap yozib qo'ygan ekan. Bo'ldi. Nechi pul chiqarib beramiz? 9800 lik uchun aka, naqd Endi tushib uni qo'ladigan bo'lsa 2400 emas, 1800 ga chiqyapti, aka. Chamamda 1800 ashna qiladi. To'g'ri kelib qoldi, 1800 ga to'g'ri kelib. Oliy to'lov 4 yilga bo'lsa 4,5 milliondan atrof chiqadi. 4,5 million bormi? 4 yilga. 4 yilga, 5 yilga emas akalar. Ay 5 million, 700 million, 6 million degan gap so'z yo'q. 4,5 millionga borib bo'lmaydi, 4 yilga akalar. Bu yerni ham biladi, ashanaqa joylarni bilib savdo qila oladi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 12800 ga qo'yganimiz ertaga kunga faqat bir kunga 12 ming dollarga bo'ladi. 12852 davlat raqam, diski yumshoq balonlarda. 1,5 dollarga chiqaradi aka endi. 1400 ga chiqaradi. Kraskasi yo'q, toza 2020, 1,22. Akalar mana 1,5 ming dollar boshqa joyda 200-300 nimaga chiqaryapti? Mana shu pul o'zingizni bank to'lovingiz boshqa narsa chiqib ketadi. Lekin boshqa joyda 200-300 ga qo'yapti-yu. U pul yo'q bo'lib ketadi. Xaridorning puli yo'q bo'lib ketadi aka. Shu narsani aytib qo'yyapman. Ko'pchilik aldayapsizlar, unaqa odam aldamaydi. U 500 dollarga ham inson biz ham qo'yib beramiz. U puli yo'q bo'lgandan ko'ra oylik to'lov bir xilda chiqqani yaxshi ekan. 5-6 milliondan chiqqandan. Aldamanglar akalar. Men 5 yildan beri, 6 yildan beri birovda aldaganim yo'q. Mana shu O'zbekistonni haligi ancha Bizdagi aka savdo qilib bunaqa mashina bozor qilib savdo qiladigani 5-6 yil oldin yo'q edi akalar. Bitta men Matiz savdo qilardim, Matiz olib sotardim. Shu hojatga kelib Matizlarim reklama qilib ketardi, Matizlarim. Shu Matizlarim bergan narsalarim, Matizlarim qaytar oldik, xalqqa hozirlari olib kelib berishdi. Gentre Cobalt qilib ketdi. Ha, Nesi qilib, Nesi qilib, Cobalt qilib, Gentre qilib, hammasini tushib, men yangiliklarni chazor pazorlardan qo'shib turibman. Ham Malibu so'rashyapti, Malibu bering, almashtirib. Tezda kichkinasini so'rasang ham yaratgan do'st beryapti, qo'limga so'rasang ham yaratgan do'st beryapti akalar. Aka bugun chiqib qolgan odam emassizda. Ishlaganim bo'lyapti, ishlamagan. To'g'ri. Telefon o'ynab o'tirib haliginaqa xalqqa aldamanglar deganim bo'lmaydi. Aldaganim yo'q. Bugun chiqib qolganingiz yo'q. 2 yilda ko'tarib qolganingiz yo'q. Bugun chiqqan odam emasman akalar. Unaqa gap, bekarchi gaplarni xalqqa aldamanglar deb kecha tanishgan akalar unaqa desanglar bo'lmaydi. Qanaqadir 2-3 oylik mana shunaqa odamlar yozyapti. 2-3 odam kuzatadigan yozyapti. Bu eskidan kuzatadigan hali Farhodni ayting, ona ayting, bunday qilgan tugayman deydigan akalarim rosa ko'pgina eski narsalarda haliginaqa yozib so'rab oladi ularni. Prikolni chiroyli chiqsin, qiziqarli emas, zerikarli emas. Shunaqa zerikarli emas, qiziqarli bo'lsin deyapmiz akalar. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2023 yil ishlab chiqarilgan 13 ming dollar qo'ygan mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa mana 11 ming 500 ga qo'yib olaylik, 11 ming 400 ga qo'yib olaylik. Qanaqadir 1400 dollarga 2,5 emas, 1400 dollarga chiqaradi. Hop, mexanika. 23 yil kraskasi yo'q, qarbiylar rangidan. Oylik to'lov rosa chiqsa 4,5 milliondan atrofida chiqadi. Xo'p, 4,5 million atrofida chiqadigan 4 yumshoq balon, yangi balon ekan. Diskalar bilan 710 davlat raqamdan keladi. Hali to'xtan ekan, nomer deydigandan 3-paysa avtomat korobka mi? Avtomat korobka 2020-yil bunisi. 2020-yil gaz pulsiz ham yo'q bor. Qiziqarli zerikarli emas, bunisi bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir necha pul chiqyapti? Bu 1750 ga chiqyapti. Qanaqadir 1750 emas, 1,5 ming dollarga chiqarib beramiz. Oylik to'lov 2,5 million, 3 million 400 ming atrofida chiqadi. Katta pulga chiqmaydi.
215 davlat raqam, 4 yumshoq balon, diskalari bilan. Mashina tayyor aka, 3-chi pozitsiya. Qadrobkalar bor, deflektlar qo'yilgan tayyor mashina. 215 davlat raqam. Çok odam koygan, ana gaz suv var, ekliği bo'ladigan faqat bir kun yotib, hech taraf yo'q qo'yib beramiz. Hali dadam mi yurib yuboryapman hozircha. Ekliği bo'ladigan $8,000 beraman. 8,000 dollar. Hech narsasi yo'q a? 152 davlat raqamda talabalarga taqilgan yangi balonlar bilan. Ana mana 2020-yil ishlab chiqargan $9,000 avtomat korobka deb qo'yganmiz. Ekliği bo'ladigan $8,000 generalni ishlab beraman. Avtomat korobka. Gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Hamma yo'q bor, 897 avtomat, 4 yumshoq balon, 8 diskada. Hozir onlayn ko'rsatamiz. 67 ming. Bankalar bo'ladigan bo'lsa 1800 tashqari atrofida chiqyapti. Bankalar bo'ladigan bo'lsa 3,400,000, 3,000,000 500, 3,400 atrofida. 3,400 dan pastroq ham chiqishi mumkin. 3,400. Qanaqadir 3,400, 3,450 tashqari atrofida. Oliy to'lov ham juda arzon chiqadi, 4 yilga bo'lyapti. Oshna bu. 5 yil ham emas, 4 yilga chiqyapti ekan. 4 yil. 3,400,000 dan 4 yilgacha keladi bemalol. Hali anaqaga berib yuboradi-yu. Arenda ham qopgan. 918. Ishlab chiqargan bunisini. Bu 11,300 ga qo'ygan narsamiz ekliği bo'ladigan bo'lsa 10,300 ga qo'ygan. 10,300. 918 4 yumshoq balon. 22 top tozalandi. 1,800, 1,700 tashqari atrofida chiqaradi. Oliy to'lov 4 millionga borib olmaydi. 1 millionga bormagan kamli to'lovlar. Ana 4 yumshoq balon, 8 diskada, 4 pozitsiya. Tamam. Aytdi, yo'q, hozir bivayda qolib ketdi. Agar qo'yilsa u. O'ylabdi. Kobalti bor, jentrasi borlarga barter qilinaveradi. BYD o'sha gibrididan bu. Gibrididan, chazorda eng fulidan, hali diskasi ham katta, monitori ham kattasidan, eng fulidan navorot qilib qo'yilgan mashina qiziqarli 100 kilometrga 3 litr yeydi. Tank qiladigan apliklar bo'ladigan bo'lsa $5,000 ga, jentrani puliga 5,5 million atrofida chiqar ekan oylik to'lov. Hozirgi sizlarni ham bitta aylantirib olib qo'ying. 4 yumshoq balon mana. Atpajakkalik. 24 ekan, 23 ham emas. Akalar mana sami holati yaxshi. Zavodga shumizatsiya qilingan. 100 raqamdan, davlat raqami ham mana. Oldi ko'rinishi. Turklari bor. $5,000 chiqaryapti akalar. U qoraymi deydigandan. Bitta pasport 12 dollarga chiqaradi. Ha. Keling endi aka, o'z Hurmatli yurtdoshlar, hamma mashinani arzon qilib ko'rsatdik, iloji boricha oylik to'lov ko'pchilik so'radi kommentariyada, oylik to'lovgacha aytildi. Lekin telefon qilganda boshqa joyda biz to'g'riga bitta mashina qo'yib turib, arzonni zo'r qilib odam to'plab olish emas. Ko'p joyga arzonlar biz ham ko'rib turamiz, boshqa kanallarda. Hali nima dedik? Bo'lsa tugab qoldi, u mashina sotilib bo'ldi, unaqa emas, odam to'plab olish emas. Maqsad qo'ygan mashina tezroq to'g'ri. Topgan mashinamizni ham qo'yamiz. Aytganimizni olganimizni ham qo'yamiz. Kelgandan keyin u mashina Keyin qiziq kelardi. Albatta. Hozir 5,800 ga qo'ygan bo'lsak ham mana. Ertaga keladigan bo'lsa $6,300 deb olgan gapimiz yo'q. Unaqa emas. Hammani qo'lida bor, hammani cho'ntagida bor. Telefon qilganda kommentariyada Narxlar endi hammani cho'ntagida bor akalar. Mendan so'rashinglar, shagirtlardan undan so'rash. Shartmas. Mana shu mashina meniki, baraka bo'lmadimi deb olib ketishyapti. shogirdlar qimmat aytsa ham to'g'rinaga yukiringlar. Aka video Albatta. boshqa shunaqa aytgansizning. Bo'ldi, baraka qilib ketavering. Baraka qilmasa aka baraka deb To'ppa-to'g'ri. berib keting. Pulni men ishlasam bilmayman, pasib Men bo'ldi. aytib ketamiz, hozirgi mana qalisi qiymana bo'lyapti. Bu yerdan bu yerdan olibdim, meni oldimga ham kelyapti, o'zlari ham. Jigarlar. To'lqin aka, sizni joyingiz qayer? Yangi O'zbekiston milliy taomlari. Boshqa joyda yo'q-a? Mushkin degan boshqa joylarda. Xullas, bu yerdan boshqa joyda sizni joyingiz yo'q. To'lqinboy avtosiyu. Olasiz, baraka topasiz. Albatta. Boshqacha gap yo'q. Mana Живой. Живойlik tirigini ko'rgingiz kelsa kelaveradi. Xalq tomonidan bo'ladigan ko'mam endiki yetib keldi, syomkada yetib kela olmasa mana endi shicha o'zi ham epizodga qo'shilyapti.
rakasalarda aytib, sxemani aytib beraman deyapti. Bu sxemalar akalar ko'payib ketibdi. Haligiga variantga berib qo'yib turib, u variantga olgan odam boshqasiga sotib olgan, dokumenti bo'lmaydi, ana shunaqa narsalar rosa ko'p bo'lyapti. Menga ham bitta yarim uchrab qo'yganlaring 10 ming dollar to'lab beryapman. Hojatli guvoh bo'ldingiz, to'layapman. Ya eshitdingizlar? Guvoh bo'ldingiz, eshitdingiz? Ko'pchilik eshitishi. Shunaqa to'lab beryapti, to'lab ham beriladi akalar. Ana shunaqa bo'lyapti. Ana shuning uchun atrofdan haligiga bilib bilmaydigan atrofdan olib qo'ysanglar, mana shunaqa ishkallar bo'lyapti. O'zimni oladigan bo'lsanglar, mana shunaqa ishkali bo'lsa ham yopib chiroyli qilib beryapman. Dokumenti o'ziga hammasi. Mobilni ish halol bo'lsa bir so'mga kuydirmaysiz aka. Aynigan Kuygani yo'q. Haligi qolmagan, arablar qolmagan. Arab qolmagan akalar, arab doskada qolgan, kelasiz, mashinani ustiga olib chiqib ko'rsasiz, 50 ming, 100 ming bersiz, hamma yo'g'ini aytib beradi. Jiguli 06, 07 mol qo'y oladigan bo'lsa, bemalol o'ylanmasdan o'zi mukammal deb hali uyaga salonga haligiga eskiroq mashinalar minib borgan, uyatadigan akalar bor ekan, unaqa emas. O'zingizlarda akalar, ukaman, bittanglarga aka, bittanglarga ukaman. To'g'rimi aka? To'pador kelaverasizlar, qanaqangi mashinangiz bo'lsa, barterga olib kelsangiz, sizda gaplashib barterga tashlaysiz. Faqat dokumentingiz, sizda ham mashinangiz dokumenti joyida bo'lishi kerak. Bu yerda ham siz dokumenti olgan mashina. Albatta. Alloh yo'q olsin, to'g'ri ishlaylik, to'g'ri yurganga yetmaydi akalar. Bekarga aytmaydi. To'g'ri yur. Noto'g'ri yurib qo'ydingmi, ishkal olasan. Albatta. Chekiga chiqib qolyapti. Kerak bo'lsa bitta Matiz'ni puldan yetib olganiga men o'zim guvoh bo'lganman. Barbaralik kimyoviy to'g'rishdagi olib turib, hamiga qulagan narsa To'ppa-to'g'ri. robot ketgan bitta man. Shundan men Aynigan kuyganlik bemalol. Qo'rqmasdan kelib bemalol mana meniki deyilaveradi. Hammaga omad, avtobusga o'tib chiqqan rank pastikani bosib qo'yinglar. To'lqinboy olib qo'ygan motordan rank pastikani dadadadan kelishorsinmi, shu yerda olasizmi? Bugun kelishsin. Ko'rib bilan kelisharsin. Ha, xohlasan hozir kelsin. Ertaga to'ydan keyin ham savdo qilamiz. To'yda o'tkazib, odamlar kuzatib, yana xalq oldiga keladi To'lqin aka. Ertalarda To'lqin akamga dam yo'q. Albatta. Bor baraka qilamiz. Qancha baraka qilsak gunohimiz to'kilsin deb baraka qilaylik inshaalloh. Albatta. Kelinglar, hammanglar kutamiz akalar. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Aka kanalimiz uchun barakasini bersin, qo'yib qo'ysak bo'lar aka. Shu yerlariga yangi ochib qo'yamizmi? Barakasini bersin, ha? Barakasini bersindan olasiz, baraka topasiz. Qani? Endi bitta taklif endi qo'yasiz. Xo'p.